Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Bilasizlarmi, juda ham ko'p obunachilarimiz kommentda o'z savollarini qoldirishyapti. Ya'ni, Otabek aka, men ham shu trading sohasini o'rganmoqchiman, ammo darsliklarni pulni qimmatli qilishyapti deb. To'g'ri, ba'zi bir treyderlar o'z darsliklarini $500 dan $1000 sotishadi. Bolalar, aynan bugungi videoroligimizda sizlarga Binarium platformasi orqali tekin darsliklarni qo'lga kiritishlik haqida to'liq ma'lumotlarni oddiy tilda yetkazib berishga harakat qilamiz. Videorolik juda ham foydali va qiziqarli bo'lib o'tadi. Va diqqat va e'tibor bilan oxirigacha kuzatadigan bo'lsanglar, o'zingizlarni $500 dan $1000 pulinglarni asrab qolishingiz mumkin bo'ladi. Undan tashqari bolalar, Binarium platformasi orqali videoroligimiz davomida sizlarga tekin signallarni qabul qilishlik haqida informatsiyani yetkazib berishga harakat qilamiz. Juda ham foydali va qiziqarli videorolik bo'lib o'tadi. Albatta, davom ettirishdan avval kanalga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. Biz bo'lmasam boshladik. Bolalar, barchangizga assalomu alaykum. Bugungi videoroligimizga xush kelibsizlar. Hammangizni ko'rib turganimizdan juda ham xursandmiz. Bolalar, bugungi videoroligimizni cho'zib o'tirmaymiz. Lo'nda sodda tilda barcha ma'lumotlarni sizlarga oddiy tilda yetkazib berishga urinamiz. Davom ettirishdan avval albatta kanalimizga obuna bo'lib, bu videoroligimizga like bosishni ham unutmanglar. Otabek aka, bugungi videoroligimizning mavzusi nimalardan iborat deydigan bo'lsanglar. Bolalar, o'tgan videoroliklarimizda sizlarga Binarium platformasi haqida ma'lumotlarni berib o'tgandik, ro'yxatdan o'tishni ko'rsatib o'tgandik va pul solib chiqarishni ko'rsatib o'tgandik. Ammo ba'zi bir obunachilarimiz bizga savollarni qoldirishibdi. Ya'ni, Otabek aka, men bu sohaga endi kirganman. Nimadan boshlashni bilmayapman. Ba'zi bir savollaringizga tushunmayapman degan savollarni kommentda juda ham ko'p uchratdik. Bolalar, bugungi videoroligimizda sizlarga $1000, $500 trading bo'yicha darsliklarni tekinga qo'lga kiritishni o'rgatib va ko'rsatib o'tishga harakat qilaman. Binarium platformasi orqali ro'yxatdan o'tib olganingizdan so'ng xuddi shunaqa ko'rinishga ega bo'lasizlar. Va men bu yerda обучение bo'limi mavjud. Aynan o'sha tugmachaga bosadigan bo'lsak, 3 ta bo'lim chiqib keladi. Birinchi bo'lib nimadan boshlash kerak? Sразу aytib o'taman bolalar. Ba'zi bir treyderlar shunga o'xshash darsliklarni $500 dan $1000 sotishadi. Binarium platformasi orqali o'sha ma'lumotlarga tekinga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Birinchi bo'lib vопросы и ответы bo'limidan boshlashga harakat qilinglar. Kelinglar, darslar bo'yicha sizlarga пошаговый instruksiyani berib beradigan bo'lsam, быстрый start. Bu sohaga endi kirgan bo'lsangiz, ammo nimadan boshlashni bilmayotgan bo'lsangiz, birinchi bo'lib быстрый start bo'limini o'qib chiqishga harakat qilinglar. Sizlarga пошаговый instruksiya berilgan bo'ladi, aynan o'sha bo'limida. Terminologiya. Trading sohasida juda ham ko'p har xil so'zlar bor. Switchnoy grafik, zonniy grafik, buy, sell degan. O'sha savollarga tushunmayotgan bo'lsanglar, terminologiyasi bilan tanishib chiqinglar. O'sha savollar haqida oddiy tushuncha sizlarga aynan terminologiya bo'limi orqali berilgan. Targoviy terminal bu bo'limi orqali oddiy qilib aytganda qanday qilib bitim ochishingiz kerak, bitimni yopishingiz kerak. O'sha ma'lumotlar haqida to'liq informatsiyaga ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Shot. O'tgan darsliklarimizda sizlarga shotlar haqida, ya'ni statuslar haqida ma'lumotlarni berib o'tgandik-ku, videoroligimiz orqali. Bu yerda o'sha ma'lumotlarga tekst tarzida ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Vot, vывод sredств, ya'ni pul solish va pul chiqarish haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'ladigan bo'lsanglar, aynan bu bo'limini o'qib chiqishga harakat qilinglar. Bonusi. Barcha dostupniy bonuslar haqida ma'lumotlarga ega bo'lmoqchi bo'lsangiz, aynan bu bo'limini o'qib chiqishingiz kerak bo'ladi. Ammo bolalar, tavsiyam, shotinglarni to'ldirayotgan bo'lsanglar va birinchi marta depozit qilayotgan bo'lsanglar, videoroligimizning ostida biz ssilka qoldiramiz va promokod qoldiramiz. Bizning Kamilov promokodimiz orqali shotinglarni $1000 ga to'ldiradigan bo'lsanglar, balansingizga $1000 tushmaydi. Bonus bilan birga balansingizga $2000 tushadi, tushuntira oldimmi? $100 ga to'ldiradigan bo'lsanglar va bizning promokodni ishlatadigan bo'lsanglar, shotingizga $100 emas, $200 pul tushadi. Сделки, активы и котировки. Oddiy qilib aytganda, ochilgan, yopilgan bitimlarni ko'rmoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, o'sha bitimlar bilan ishlamoqchi bo'ladigan bo'lsangiz, men bu bo'limi bilan to'liq tanishib chiqishingiz kerak bo'ladi. Trayback. O'tgan videoroligimizda bu bo'limi haqida ham ma'lumotlarni berib o'tgandik. Ya'ni shotingizga $1000 soladigan bo'lsangiz, o'sha $1000 hammasini minus qiladigan bo'lsangiz, 15% gacha yo'qotgan pulingizni qaytarib olishingiz mumkin bo'ladi. Bu endi sizning statusingizga bog'liq. Oddiy standart statusda bo'ladigan bo'lsangiz, sizlarda trayback bo'lmaydi.
Eng foydali va eng kerakli bo'limlaridan biri обучающий video roliki. Ya'ni barcha ma'lumotlar bilan tekst tarzida tanishib chiqqaningizdan so'ng bolalar mana bu tugmachasiga bosasizlar va bu yerda sizlarni juda ham foydali bazaviy video darsliklar kutib turibdi. Barchasi oddiy tilda tushuntirilgan, ammo rus tilida bolalar. Qanday qilib ko'raman deydigan bo'lsanglar, mana tepada tekst yozilgan, как торговать на платформе Binarium. Ya'ni Binarium platformasi orqali qanday ishlash mumkin, qanday shot to'ldirish mumkin, qanday pul yetish mumkin. Shu barcha savollarga to'liq tarzda javob berilgan. Ustiga bosamiz va shu darslikka ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Как пополнить свой торговый счет на... Mana ko'rganingizdek, barcha darslar kачественный tarzda ishlangan, barcha savollarga oddiy tilda javob berilgan. Strategiya bo'limiga o'tadigan bo'lsak, bu yerda o'sha har xil strategiyalarni o'rgangan holda o'sha strategiyalarni ishlatib daromad olish yo'llari ko'rsatilgan. Strategiya 3 switchi, strategiya 7 switchi, strategiya по теплой карте. O'zingizga ma'qul kelgan strategiyani ustiga bosasizlar va o'sha strategiya bilan to'liq tarzda tanishib chiqishingiz mumkin bo'ladi. Aytib o'tganimdek bolalar, barchasi oddiy, lo'nda, sodda tilda tushuntirilyapti. Bu yerda ham hammasi kartinka, rasmlar bilan ko'rsatilgan. Strategiya trading view, oddiy qilib aytganda, men bu bo'limiga o'tgan holda biz trading view orqali ishlata oladigan indikatorlarimizni, instrumentlarimizni to'liq tarzda ko'rishimiz mumkin bo'ladi va o'sha indikator instrumentlarni qanday ishlatish haqida ham instruksiyalar aynan shu bo'limida berilgan. Tushuntira oldimmi bolalar? Bu informatsiyani aytib o'tganimdek, ba'zi bir trader, ba'zi bir influencerlar $500 dan $1000 ham sotishadi. Bu yerda o'sha informatsiyaga tekin ega bo'lishingiz mumkin bo'ladi. Xo'p, Otabek aka, qanday qilib tekin signallarga ega bo'lishim mumkin? Binarium platformasi orqali deydigan bo'lsanglar, торговая komanda bo'limi mavjud. Shu bo'limga o'tadigan bo'lsak, bu yerda oddiy qilib aytganda, Binarium platformasining komandasi har xil o'zaro life hacklar bilan bo'lishadi va har xil ochayotgan bitimlarni bizga ko'rsatib berishga harakat qilishadi. O'sha bitimlarni ko'chirib olgan holda biz ham oddiy qilib aytganda signaldan foydalangan holda daromad olishimiz mumkin bo'ladi. Tushuntira oldimmi bolalar? Qiyin joyi yo'q. Bugungi video roligimizda barchasini oddiy va lo'nda tilda tushuntirib berishga harakat qildim. Albatta bolalar, торговая komanda bo'limi start va standart statuslarda mavjud emas. Sizlar bu bo'limlarni ishlatish uchun kamida biznes yokida shu premium yoki VIP bo'limini, ya'ni statusga o'tishingiz kerak bo'ladi. O'shaning uchun aytib o'tganimdek, boshida $10 ga shotinglarni to'ldirib, keyin $500 ga to'ldirgandan ko'ra shotinglarni sразу kattaroq summaga to'ldirganinglar ma'qulroq va depozit qilishdan avval bolalar, sразу aytib o'taman, bizani promokoddan foydalaninglar. Ustiga depozitinglarning ustiga 100% yana pul qo'shib beradi. Ya'ni $100 ga shotinglarni to'ldiradigan bo'lsanglar, balansingizga $100 emas, $200 pul tushadi. Tushuntira oldimmi? Barchangizga xayr bolalar, sog' bo'linglar, charchamanglar. Keyingi video roliklarimizda ko'rishguncha